Assalomu alaykum. Arashan Vodiy kanalining ashaddiy obunachilari, hurmatli akalar ukalar, Alloh nasib qilsa, mana 15-mart sanasiga haftaning yakshanba 16 ga o'tar kechasida Alloh nasib qilsa, o'zimizning xonadondan nihoyatda kayfiyatni ko'taradigan video obzor syomkamizni Xudo xolasa sizlarga taqdim etamiz akalar. Xudo xolasa qo'chqarimizni maqtashni umuman hojat yo'q, chunki nihoyatda Dayushi buldozer laqabini olgan jonivar Belli Medved qo'chqarimiz Xudo xolasa kechki tomoshaga Alloh nasib qilsa akalarga sizlarga hammaniga taqdim etib ko'rsatib o'taman akalar. Qo'chqarimizni kimni qiziqtirsa, yuragi jiz etgan inson akalar obuna bo'lib, like bosib qo'yishi esdan chiqarmaslar. Qo'chqorga ideal baho berib qo'yasizlar. Bu hozir danli времяda sotuvga emas, lekin tomoshaga akalar kayfiyat ko'targani qo'chqorni ko'rsatib o'taman akalar. Lekin qiziqqan, tushungan, bilgan insonga behijolat qo'chqor ustiga kelaverasizlar. Qo'chqorni kelishib qolinsa sotiladi akalar. Lekin qadriga yetgan holatda qo'chqorni yaxshilab ko'rib, qiziqqan akalarimiz behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi Xudo xolisa 2 partiya qo'ylarimiz bor. Alloh nasib qilsa, qo'chqorni prosta kayfiyatni ko'tarishga men ko'rsatib o'tyapman. Qo'chqarimiz Avazbek orqa razrezlarni ham bitta ko'rsatib o'tay. So'ragan akalarimizga, lekin men bolalarning hammasini ko'rsataman. Mana ekan akalar. Qo'chqorga baho berish sizlardan, ko'rsatishmandan. Agar video kimga manzur yoqsa, like bosib qo'yasizlar akalar. Qo'chqorni oldi stokelariga yaxshilab baho berib qo'yasizlar. Mana orqa stokelariga ham yaxshilab baho berib qo'yasizlar. Bunda bir tushga bolalarni aytib qo'y. Bolalarni akalar yorib qo'ygan Alloh nasib qilsa, qo'chqorga ortiqcha ta'rif keltirish shart emas. Qo'chqarimiz o'sha nomi chiqqan buldozer akalar. Belli Medved. Belli Medved. Xudo xolasa qo'chqorni tish kavagida baqilgan akalar. Baqudi akamiz Xudo xolasa Xorazmga o'zini yurtiga qaytyapti. Shu sababli qo'ylarni hammasi qo'ramga qaytib tushgan. Kimni qiziqtirsa, netsa, akalar behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Qo'chqorga omila bitta like bosib akalar. Arzsa, Xudo xolasa kommentariyaga omad deb qo'ysana bo'laveradi akalar. Mana qo'chqarimiz. Qo'ylarimiz yo'masa bir boshdan ko'rsatish boshlaymiz akalar. Bu yerda 3 ta to'qliq o'z sog'liqlarimiz bor. Bularga yaxshilab ahamiyat berib qo'yasizlar. Biz bir boshdan boshladik. Uchalovini ham Xudo xolasa razrezlari bor. O'sha so'ragan akalarimizga to'qliq o'z sog'liqlarimiz to'g'risini aytish kerak, yetmayapti. Yaxshi qo'y qilib ber degan akalarimizga yetmayapti. Sog'liqlarimizni Avazbek hali bir boshdan yechib ko'rsatadi-yu, ungacha bir orqalarini hammasini ko'rsatib o'tishim kerak, realni. Hozir bular bo'ylariga keyin Avazbek hammasini bitta-bitta ushlaganda bo'ylarini ham o'lchab beramiz. Quloqlari ham nihoyatda kelishgan sog'liqlarni. Mana ekan akalar. Quloqlari Xudo xolasa, mana kallalari svetlik, mana quloqlari nihoyatda kelishgan. Jonivorlarni uchovini ham hozir bitta-bitta yechib, astodir ko'rsatib beramiz qiziqqan akalarimizga. To'qliq o'z sog'liqlarni nihoyatda zo'ridan keladi deganlarga. Bu uchalovi bir joyga bo'lsa, keyin narxini ham qo'yib beriladi uchaloviga. Hozir bularni astodir Avazbek bitta-bitta yechib turib, shunday men metr qo'yaveraman. Xudo xolasa bularni ko'rsatib beramiz. So'ragan akalarimizga agar iloji bo'lsa, metrimiz sheydi bo'lsa, quloqlarni ham bir o'lchab bersa yaxshi bo'ladi. Quloqlarni bir boshdan o'lchab beramiz. Akalar 19+ ta Xudo xolasa buni qulog'i. Birinchisi mana shu turishiga bitta o'lchamchi. Tak. Jonivor. O'lchapmayapti. Aka, qulog'i 20 bu sog'lig'imizga 20 ga kelyapti va 3-siniki.
Hop. Bu sog'lig'imiz quloqlari 19 akalar. 19 kelyapti. Endi xudo xolisa bularni bir boshdan avazbi yechib, uchulovini ko'rsatamiz tuxli sog'liqlarimizni. Akalar, birinchi qo'z sog'lig'imiz quloqlari 19 plus 20 kelyapti. Shrenalari nihoyatda qalin. Mana qo'z sog'lig'imiz idealni syomkasi. Orqa razrezlari bor. Akalar, qiziqar kishalarimizga bir boshdan hammasini yaqqol ko'rsatib o'tamiz. Hozir buni bo'ylariga bitta metr tashlaymiz, akalar. Metrini qo'yaman, akalar. Mana ko'rib turganingizda qo'yamiz. Bo'ylariga o'zingizga bahosini berib qo'yaverasizlar. 77, 78, 77 ga akalar bo'ylar ekan. Ko'rib turganingizda endi xudo xolisa bunday keyingilarni ham astodil ko'rsatib o'tamiz akalar. Nihoyatda quloqlari juda kelishgan, svetli sog'liq. Avazbek keyingisini ko'rsataylik janovorlarni. Akalar, bu ikkinchi qo'z sog'lig'imiz tushungan akalarimizga nihoyatda ideal narsa. Buni suyoqlari ham nihoyatda uzun, quloqlari 20 akalar. Lekin razreziga vashli gap bo'lishi mumkin emas. Nihoyatda ideal narsa. Qiziqqan akalarimizga buni ham tavsiya qilaman akalar. Bu sog'lig'imiz ham hozir bo'ylariga metr qo'yamiz. Akalar, metriga o'zingizlar bilib baho berib olasizlar. Metriga baho bersizlar-da. Bo'ylari 80 plusda. Bu keyingi tuxli sog'lig'imiz. Xudo xolisa quloqlari 20, razrezlik, nihoyatda go'zal. Uchulovini keyin bitta joyga narx qo'yamiz akalar. Bu ikkinchi sog'lig'imiz. Hozir uchinchisini ko'rsatamiz. Akalar, bu uchinchi qo'z sog'lig'imiz. Orqa razrezlariga bir ahamiyat berib qo'ysizlar. Qo'z sog'lig'i nihoyatda go'zal, ideal. Bu uchinchisi akalar. Endi bularni uchulovini vaqt cho'zib o'tirmaymiz. Narx qo'yamiz akalar bularga. Uchulovini bir joyga $650 dan bo'lsa, xudo xolisa, qo'limizdan kelgancha dastlabki xizmatini qilib beramiz. Bek Samarqand ekan, bek Qo'qon ekan, boshqa ekan bo'lmadi akalar. Qo'limdan kelgancha Samarqandga ham, Buxoroga ham uzatishga harakat qilaman akalar. Shu narx vodiyga bo'lgandan keyin imkon darajasida Samarqand, Buxorogacha yetkazib beraman. $650 dan bo'lsa, ucholovini bir joyga xudo xolisa yetkazib beriladi sog'liqlarni. Hozir buni ham bo'ylariga yengil metr tashab o'tamiz. Buni metriga bitta baho berib qo'yasizlar akalar. Mana ekan, buni bo'ylari 82 ga akalar behijolat bo'ylari kelaverar ekan buniki. Nihoyatda yaxshi narsa. O'ta ideal. Tishlari hali qo'zi, to'xli qo'zi so'ragan aka-ukalarimizga. Keyingi juftli qo'ylarimizni xudo xolisa ko'rsatib tanishtirib o'taman akalar sizlarga. Qo'z sog'lig'imizga nihoyatda bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Nihoyatda go'zal jonivor. Endi qo'chqariga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Nihoyatda ideal narsa. Ekilasi ham, quloqlari ham nihoyatda kelishgan, svetlik, kalla, quloq nihoyat joyda. Bu qo'z sog'lig'i ham quloqlariga yaxshi ahamiyat berib qo'yasizlar. To'g'risini aytishim kerak, bunaqa yarchi qo'zlarni nihoyatda qadrlaydigan akalarimiz juda ko'p. Ikkalasini ham quloqlari nihoyatda kelishgan. Hech bo'lmaganda quloqlari 19-20 da mana shu qo'z sog'liq, bittasi qo'z qo'chqor. Akalar. Ikkalasini yeb ichishlari nihoyatda zo'r, kelishgan, svetlari bir-biriga parlangan, xillangan. Xudo xolisa qiziqqan aka-ukalarimizga bularni ham bir joyga akalar qilib beriladi. Qo'ldan kelgancha, biri qo'chqor, biri sog'liq akalar. Mana yeb ichishlarini bir yaxshilab ko'rib qo'yinglar, idealni. Mana. Endi bularni sommalariga keladigan bo'lsak, ekalalarni videoni cho'zib o'tirilmadi. $1100 ga xudo xolisa xarid qilgan insonga baraka tepi bor. $1100 ga ekalasini. Biri qo'chqor akalar, biri sog'liq.
Hozir bularni bo'ylariga yengil metr tashab beraman akalar. Qo'chqarimiz bo'ylariga baho berib qo'yasizlar. Qo'chqarimiz bo'ylari 76-77. Endi sog'lig'imiz bo'ylariga baho berib qo'yasizlar akalar. Sog'lig'imiz bo'ylari metr yerdan qo'yamiz. Qo'yganda jonivor pastroq tushibdi. Bular bo'ylari 74, 75 gacha kerak. Mana. Idealni kallalariga baho berib qo'yasizlar. Ikkalasi ham kallali, quloqli, svetlik. Mana. Bo'ylari o'sha 77, 75 gacha. Mana, nihoyat chiroyli dufli. Akalar, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bularning so'mmalari keladigan bo'lsak, $1100 ga xudo xolasa dastavka xizmatimiz vodiy bo'ylab Samarqand, Buxorogacha qo'limdan kelgancha yetkazib beraman akalar. Agar qiziqqan ishqiboziga faqat realni oladigan akalarimiz bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. $1100 ga bo'lsa barakasi bor akalar. Hozir men bundan keyingisiga nihoyatda ideal qo'chqori zo'rini sizlarga ko'rsatib o'taman. Akalar, xudo xolasa video ham yakunlab qoldi. Mana qo'zimizga yaxshilab bir baho berib qo'yasizlar. Zo'la talab qo'chqarimiz nihoyatda kelishgan. Orqasida razrezlarigacha bor akalar. Mana quloq joylashuvlariga yaxshilab ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana kallalar, svet, вообще brend. Kalla вообще zo'r. Quloq joylashuvi, oq quloq. Endi orqasini ham bitta ko'rsataman hozir. Ungacha men buyini bitta vaqtda foydalanib ko'rsatib o'taman. Akalar, mana kallalarga yaxshilab baho berib qo'ying qo'zini. Quloqlari 20 plusda metrni qo'yamiz akalar. Metrni pastdan qo'yganimizda endi bo'ylariga baho berib qo'yasizlar. 93, 94. Qo'zi holatiga bo'ylar akalar. Endi orqasini ham bitta ko'rsatay Amazbek. Qo'zini mana akalar. Orqalari ham o'sha ideal qo'chqorni. Janavar tutumi zo'r akalar. Shu qo'chqarimni oxirida bir ko'rsataman degandim. Qiziqqan akalarimizga bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Tishlari hali marjon qo'zi. Mana shu tomondan bitta kallasini ko'rsatingmi? Mana akalar. Qo'zini kallalariga bitta yaxshilab e'tibor berib qo'ying. Buyruq qo'yish ishlataman. Buyur ishlataman deganlarga tavsiya qilaman, xudo xolasa. Ozgina mana yoz sezonida bexijolat yungini tagida mashinka qilib oldirib tashsa bo'laveradi. Quloq joylashuv, quloq tutum, kalla svet nihoyat ideal qo'chqorda. O'ynab turgan, keyin qo'yga ishlashi juda zo'r. Qo'zi holatiga quloqlari 20 plusda qo'chqori. Orqalari ham shu kelishga ideal. Mana qo'chqarimizni kalla tutumlari akalar. Mana yonchalab bitta ko'rsatib kallalarni. Mana akalar. Kallaga yaxshilab e'tibor berib qo'yasizlar. Quloq joylashuv nihoyat ideal narsa. Orqalari ham vahshi kelishgan qo'chqorni. Mana akalar. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Buni bitta so'mga qo'yib beraman akalar. Qiziqqan akalarimizga shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Buni taqaladigan so'mmasi $1000 ga bo'lsa, akalar barakasi top. Baraka tepib $1000 ga. Chunki bir qo'yib berib akalar sizlarga $50-100 o'tib berganimda buni mana $1000 ga so'miga ham ishi bo'lsa 12.200.000, 12.100.000 so'm pul bo'ladi. Lekin $1000 ga baraka tepib bor. Orqalarini bitta ko'rsating, Amazbek bo'ldi. Mana akalar. Mana janavar moyalari ham nihoyatda joyida. Orqalari kelishgan. Mana qo'chqori tutumi, quloqlari. Lekin quloq joylashuvi nihoyatda zo'r janavarda. Mana akalar. Endi hozir oxirida yana bitta qo'chqarim bor. Qo'chqori chiqazganman, ko'rgansizlar, bilasizlar. O'tgan safar chiqazdim. O'sha qo'chqori yana bitta chiqarib qo'ya. Chunki sababi bor akalar. Hozir men sababini sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'sh akalar, men sizlarga aytaman degan qo'chqarim shu. O'tgan safargi syomkada chiqqan, mana shu qo'chqor qolib ketgan. Sababi birinchi o'zi shu qo'chqor sotilgan akalar. Tanigan bo'lsani.
birinchi barakasini qilgan qo'chqarim. Zakolatini olmaganman akalar. 800 dollarga bo'ldi, baraka topdi bo'lgan. Keyin yana o'sha holatda akalar, iltimos agar misol akajon, sizga tegishli gap jon aka. Bundan keyin imkon darajasida mendan boshqa insonga buni ish qilmang aka. Telefonni ko'taring, javob bering. Men sizni hech qachon yo so'kmayman yo jaramayman. Dangeli gapda. Ukam prosta Qo'chqorga ozgina mablag'im to'g'ri kelmay qoldi-da, endi bo'ldi. Akalar, Qo'chqor sotuvda 800 dollarga qo'yib berganmiz. Qo'chqarimiz yana sotuvda. Kelishib qolinadi, xudo xolsa kelishtirib beriladi. Orqalarini bir ko'rsatib qo'ying. Qo'chqarimizni даже razrezlari bor. Mana akalar. Qo'chqarimiz 2 yoshda ishladi yo formada. Nihoyat ideal. Hozir men bo'ylarni yana bir sizlarga ko'rsatib o'taman, chunki haqqingni bor. So'rab olgani metr yerdan qo'yamiz. Qo'chqor bo'ylariga mana akalar 87 qo'chqor kallalarini tanvalini. Shu qo'chqarimiz xudo xolasa bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Biz Sviyazdamiz, xudo xolasa. Imkon darajasida akalar Samarqand, Buxoro, Sirdaryo, Navoiy, Jizzax akalar qo'ldan kelgancha iloji bo'lsa zakolatini shuni tashlab beringlar akalar. Qo'chqor sizlar nomingizga o'tib hisob. Bizda unaqa haligi mashinist, haligi qo'y sotib qo'yib, yana keyingi insonga sotish, unaqa narsalar harom. Akalar, zakolatini shu 1 million yo'masa 100 dollar. Ukajon qo'yga zakolati o'tdi, qo'y bizni xudo xolasa barakasi bizga bo'lgan deb bir og'iz aytib qo'yinglar, bo'ldi. Baraka topib sizlarga akalar. O'tkazgan vaqtingizga rozi qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa videoni ertalab soat 8-9 larda joylaymiz. Hammani tanjaningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. O'tkazgan vaqtingizga rozi rizo bo'lib qo'yasizlar akalar. Qanaqa variantingiz kerak bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar akalar. Qo'ramda nihoyatda qo'ylarim serob. Alloh nasib qilsa, yangi qo'rani ham boshlaganmiz. Xudo xolasa harakatdamiz. Hammanini tanjaningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar.